Xitoy kommunistlari Sharqi Turkistondagi musulmonlarni zo'r ko'lamda tutqun qilib, atalmış tarbiyalash markazlariga solayotgan kunimizda diyorimizdagi nurg'un ish o'rinlari bo'sh qilib, ishlab chiqarish va ma'rif o'rinlarida xizmat oqsagan. Bu ahvolda Xitoy hukumatı ichki o'lkalardan o'qituvchi, soqchi va ma'murlarni nihoyat yuqori maosh bilan taklif qilish e'loni chiqargan. E'londa nomzodlarning siyosiy eng yaxshi va har qanday bir dinga e'tiqod qilmasligi shart deb eskartilgan. Shuning bilan bir vaqtda qabul qilingan xodimlarni uy bilan ta'minlaydiganligini, jo'risiga maosh beradiganligi ta'kidlangan. Urumchi Sanji Shexanzi yuqori texnik taraqqiyot rayoni qurilib, Beijingning bevosita boshqarilishiga o'tkazib berilmoqchi ekan. Tangirtaq to'rining 28 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy davlat ishlari kabineti Uyg'ur elining Urumchi, Sanji Shexanzi qatorliq shahrini davlatning bevosita boshqarishidagi atalmış yuqori texnik taraqqiyot etish rayoni qilib qurib chiqishni qaror qilgan. Xitoy markaziy hukumatining bevosita boshqarishiga o'tkazib berish planlanmoqda ekan. Tangirtaq to'rining bu vaqtdagi xabarida yuqorqi 3 shahar ismlarining xitoycha qisqartirilmasi bo'yicha atalgan. Bu Changshi davlat boshqarishidagi yangilik yaratish namuna rayoni qurilishini bir balvoq bir yo'l qurilishiga turtki bo'lish, muqimlik va uzun muddatli aminlikni qo'g'dashga foydali ekanligi ilgari surilgan. Şahid Mehirgul Tursun Amerika Davlat Majlisida lagerlar to'g'riliq guvohlik berdi. 28 noyabr kuni Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlari ijroiya komitetida Xitoydagi diniy bostirish bo'yicha guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Qo'rqinchli lager hayotidan qutulib chiqib, oldi bilan Misrga, u yerdan Amerikaga yetib kelgan Shahid Mehirgul Tursun guvohlik berish yig'inida asosli so'zlaguvchi sifatida o'tirg'i chiqdi. Amerika Davlat Aviasiya va Olam qatnash idorasining ko'zitish nomli ma'rifini tekshiruvchisi 5 oy uchish musofasidan keyin xalqaro o'lchamlik soati bo'yicha 26 noyabr kuni 19 dan 47 minut o'tganda Mars yuziga qo'ndi. Bu 2012-yildan buyon qiziqish nomli tekshirishdan keyingi tunji muvaffaqiyatli Marsga chiqqan tekshirish. Bu ko'zitish nomli tekshirish qishil planetiga yerlashgandan keyin Marsning cho'nqur ishki qurilmasi to'g'risida qimmatli uchurlarni to'plashga boshlab, insonlarning yer sharini, tashqi planetlarning kelib chiqishi va o'zgarishini tushunishga yordamchi bo'lmoqchi. ...239 kishi o'ltirgan Malayziyaning MH370 tipli yo'lovchilar aeroplani yo'qolib ketganiga 4 yil bo'ldi. Bu aeroplanni izlash xizmati allaqachon tamomlangan bo'lib, bugungacha sirp etib qolgan. 28 noyabr Angliya axborotida Malayziyadagi mazkur aeroplanda qazo qiluvchilarning oila tabobatlaridan biri Calvin Shim Angliyada qisqa bayonot e'lon qilib, aeroplan parchasidan 5 parcha tepilganligi hamda uni Malayziya hukumatiga topshirib berganligini oshkorladi. Hozirgacha dunyoning har qaysi joylaridan 27 parcha tepilganligi, buningdan faqat Hind okean qirg'idan tepilgan 3 parchasi yo'qolib ketgan aeroplanning qanoti ekanligi dalillangan.